Qirg'iz Respublikasining Osh shahridagi Sulaymontov muzey kompleksini ko'rgazmasini Shahrisabz bizga tashkil bo'lgandan juda xursandmiz. Bu qirg'iz o'zbek xalqining do'stligiga, madaniy hamkorligiga, o'zaro turizmni rivojlantirishga juda katta xizmat qiladi. Bizning vazifamiz xalqqa foydasi tegish kerak, muzeylarda foydasi tegish kerak, muzey qo'riqxonalarida foydasi tegish kerak, yodgorliklarda foydasi tegish kerak. Bu turizm orqali xalqni boyitish kerak. Xalq bundan manfaatdor bo'lish kerak, o'zini suvenirlarini sotish kerak, gostinsiyalarga, mehmonxonalarga mehmon qilish kerak, oshxonalarga mehmon qilish kerak. Transport sohasida ishlaydiganlar transport orqali turistlarga xizmat qilib, bundan xalqqa daromad kelish kerak. Biz asosiy maqsadimiz mana shu Qirg'iziston muzeylari bilan hamkorlik qilishimizning asosiy maqsadlari qirg'iz xalqiga, o'zbek xalqiga xizmat qilish niyatida bu ishlarni tashkil qilyapmiz. Men o'ylayman, yaqin o'rtada Qirg'izistonda ham juda ko'plab turistlar boradi. Bu turistlarni xalqqa manfaati tegadi. Shu jumladan o'rtamizdagi do'stlik abadiylashadi. Bizni muzeylarda vazifasi ana shu ikkita xalqni do'stlashishiga ko'prik bo'lib xizmat qilishdan iborat.